maza qilaman dedi. Mo'yka qotgan dedi. Mashinada ancha mo'yka qilmadim. Sog'indoqdan shu sochuvni bor. Ko'pchilik qanaqa mo'yka qilinadi? Qanaqa artasizlar? Mana sochuvni qo'l qilib olib, keyin artish kerakmi? Mashinani deb aytadigan. Hayron qoldim bir xilda. Mana shunaqa ishlatib yurganlar ham bor ekan. Mana shundoq qilasiz. Bo'ldi, mana shundoq olib ketiriladi. Quruq holatda artib tashladi. Sochuv quruq bo'lishi kerak. Qo'llab keyin uni artmaydi lekin. Mana. Xohlasiz mana qilsangiz ham effekt beraveradi. Mana. Mashina o'zi ham yetadi. Mana qanaqa tez artyapman. Bitta plyus tomoni mo'ygada tez chiqib ketasiz. Shunisi yoqadi-da. O'zim tabiiy qanaqa artsam har doim mo'ykadan keyin xuddi shunaqa artyapman. Meni video uchun bir nima uchun emas. Mana. Azmanishda nechta odam mo'yka qotgan bo'lsa, hammasidan birinchi marta chiqib ketaman o'sha. Mana shunaqa gaplar. Umuman suv yo'q mashinada. Yattada hali gram bunaqa bu tomon ho'l bo'lgan.